Assalomu alaykum. Asaka Bank Qarshi BXM. Bir kontor bir mahsulot bo'yicha Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Hoji MFda joylashgan loyiha. Loyihamiz 9-kontorda joylashgan bo'lib, yer maydoni 5 gektarni tashkil etadi. 9 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Uzum ko'chatlari, qora kishmish navli hozirda gullash jarayonida. Chegara hududlari: birinchi chegarasi, ikkinchi chegara, uchinchi va to'rtinchi chegaralar.